Yaqinda aytib o'tgandim, mashinada tonirovkasini klerini ko'targandim. Hozir mashina ichidan hid kelyapti deb aytib o'tgandim. Keyin orada yana sovet berishgandi. Очиститель воздух ishlatib ko'rdi ishda, u o'xshamadi. Yana keyin bir maslahat bo'ldiki, sodaga lavanda, masla, bir bola lavanda deganni ishlatgan dedi. Mana haqiqatdan buni hidi o'tkir ekan. Qo'ygandim mashina ichi вообще konkretni hidi. Endi o'tiribman, baribir bunday nafasni qisadi-da bu hidlar. Hozir yana bir sovet bo'ldi. Mana stiklli очиститель. Hozir shu bilan o'tib tozalayapman. Endi xudo xolasa bu hidlar ketish kerak, ketmasa endi bo'lmaydi. Nimagaki? Endi ishga chiqamiz ertaga xudo xolasa. Endi buni tozalab olmasak bo'lmaydi. Mana qilib artib o'tyapmiz endi. Xudo xolasa bu hidlar ketish kerak. Bu sovetdan qilib ko'raylikchi. Qanchalik effekt beradi. Yaxshi, yomon emas. Buni o'zi ham ancha mashinada hidi o'zgarganda, baribir ham hid bor-da, bunday o'tirgan odam aromatizator qo'ygan, aromatizator ishlatyapti deydi-da, o'shaning uchun hozir endi mana ularni ham ishlatib ko'raylikchi. Hid baribir bor. Oynani yuvgan taqdirimizda ham baribir hid turibdi. Qachon ketar ekan-da bu? Hozir mana endi oynalarni ochib qo'ydim. Ozgina bo'lsa ham skvayznak bo'lsin. Bilasizlarmi nimani hidi? Bu apelsinni hidi. O'sha ishlatgan suyuqligimda apelsinni hidi bor edi. Uning ustiga yana lavanda. Lavandani yog'i qo'shilib bir mix bo'lib ketdi. Ajoyib. Endi shu o'tiraman desangiz, sraz burunga uradi. Kecha rashodni sal noto'g'ri olgan ekanman. Ballonlar qo'ygan joy topmadim. Hozir mana endi ketyapman endi. Hozir shina montajga borib ballonlarni berkilat qilaylik. Ballonlar salon ichida qo'ygan joy topmadim kecha. Shuni sal rashodini olmabman-da. Bugun ertalab niyatim o'zi bir ertalab chiqib ishlamoqchi edim. O'zi kagras ishni boshlanish kuni edi. Yaxshi bo'lardi bir chiqib ishlab olsak-ku. Hisob kitob sal noto'g'ri bo'lgani uchun endi hozir mana soatimiz 7:46 bo'libdi. Borib reysga almashtirib olsak ancha yengillik bo'ladi.